Assalomu alaykum. Bugun mana shunday stol modelini yasashni, stol, ya'ni loft stildagi stol modelini yasashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun 3D Max ni ochib olamiz va doimgidek customize bo'limidan unit setup va mana bu yerdan metric belgilab millimetersga qo'yib olamiz. Hop. Undan so'ng mana bu parametrlarni qo'shib olishimiz kerak. Demak, bular biz bu yerdan mishkani o'ngini bossak, shu yerda mana snaps bo'limi yoniq turishi kerak ptichkada va extras va axis concentrates. Shu uchalasi demak yoniq turishi kerak. Bu yerda bu yongandan keyin sahnada mana bu holatda bo'ladi. Buni biz tepaga mana shunday ushlab mishkani chap tugmasi orqali joylab olamiz. Demak, chizishni boshlaymiz. Biz avval taxminiy razmer olamiz. Bu demak stolimiz. Bu yog'i 40 cm desak, bu yog'ini 110, ya'ni 110 cm ga hisoblaymiz. Demak, biz millimetrda ishlaymiz. Shunday ekan, dastlab Alt W orqali mana perspektiva oynasiga o'tib olamiz va create bo'limi, geometri bo'limidan mana oxirida plane bor, shuni belgilab sahnaga shunchaki mana chizib olamiz. Chizib turib bunga razmer beramiz. Razmer berish uchun biz modify ga o'tib olamiz. Modify ga o'tib, demak, birinchisiga length uzunligiga demak yozamiz 400 mm, bunaqasiga 1100. Demak, bizda hozir 40 cm ga 110 metrli stolni mana bu usti bo'ldi. Endi bunga modify listdan edit poly beramiz va poligonga o'tib mana bu yerdan selection bo'limini yoqsak mana yonadi. Agar kimdadir o'chiq bo'lsa, shu yerdan yoqib o'chirsa bo'ladi. Yoki mana bu yerdan mana poligonni bosamiz. Unda ham bo'lmasa mana klaviaturadan mana 1 2 3 4, ya'ni uzun klaviaturamizni tepa qismida qator yozilgan sonli klaviatura bor. Shu yerdan 4 ni bossak mana o'zi poligonga o'tadi. Demak, mana poligonda o'tamiz. Poligonga o'tishdan oldin biz F4 ni bosib ham bu qovurg'alarni ko'rsatib olishimiz kerak. Mana shu yerda bizda demak mana qovurg'alari segmentlarni o'chirmabmiz. Plane ga o'tib mana edit polyni bunday qilib turamiz. Plane ga o'tib mana bular segmentlarni bir qilib olamiz. Mana bo'ldi. Demak, bizda hech qanaqa segment qolishi kerak emas. Undan so'ng yana edit polyni mana bunisiga bosib poligonga o'tamiz va bunga belgilab mishkani o'ngini bosib insetni mana katakchasiga bosamiz. Va biz mana bu temirini, ya'ni profilini qalinligini chiqarishimiz kerak. Buni aytaylik biz 30 mm, ya'ni santimetrda 3 cm beramiz. Demak, 30. Mana 30 bersak mana ichkariga kirdi. Xo'p. Endi mana o'rtasini delete tugmasi orqali o'chirib yuboramiz. Mana bo'ldi. Bizga hozircha kerak emas. Endi biz bunga xo'p, o'stirishimiz kerak. Bunga, ya'ni qalinlik berish uchun modify listdan biz shell modifikatorini topamiz. Mana shell. Shellga mana outer amount ga demak yozamiz 30. Yani bir xil bo'ladi. 30 ga 30 li demak profil aylangan. Endi sahnadan demak left ga o'tib olamiz ekan. Left ga o'tib bu yoqdan chizamiz. Bo'yiga mana bu profilni chizib olishimiz kerak. Demak, bu demak bu yog'i aniq 40, bu yog'i ham demak 1.20 dan 1.10 gacha bo'ladi. Demak, bu yerni ham bir xil plane orqali mana chizib olamiz. Demak, bo'yi uzunligi demak 1100, bu yog'ini 400 yozamiz. Bu bilan bir xil bo'lishi kerak. Endi unga ham bu yoqqa qaytib olaveramiz. Alt W orqali perspektiva oynasiga qaytamiz. Endi edit polyni belgilab, xo'p, edit poly berdik. Buni mana modify listdan bersanglar ham bo'ladi. Men mana bu yerga o'zim chiqarib olganman. Demak, edit poly berdik. Bu yerdan poligonga o'tamiz. Yana xuddi shu boyagi
amalni bajaramiz. Demak, mana poligonni belgilab oldik. Mishkani o'ngini bosib, insertni kataychasiga bosamiz va buni ham 30 ichkariga kiritib olamiz mana. Okay. Hop, delete orqali buni o'chiramiz va buni ham o'chiramiz. Chunki bizga tepada o'zi profil bor. Faqat bizga mana bu teskari P obrazidagi stolning profili kerak. Demak, endi buni vertexga o'tib, left oynasidan mana bunday belgilaymiz. Belgilab, demak, mana buni 0 ga keltirib olamiz. Va move ga o'tkazib olamiz. Move da turishi kerak. Hop, mana buni 0 ga keltirib olamiz. Endi y o'qi bo'yicha, demak, bizga ikkita tochkani belgiladik. 30 tepaga ko'tarilishi kerak. Shunda mana bu bir xil bo'ladi. Endi bunga qalinlik berishimiz kerak. Modify listdan, demak, shell beramiz. Shell. Xo'sh, mana. O'zi oxiriga berganimiz bunga turuvdi, shu o'zi chiqib qoladi. Endi mana buni birlashtirib olamiz. Demak, buni belgilaymiz. Belgilab, mana bu yerda aligen bor. Shuni bosamiz. Bosib turib, mana bunga bosamiz. Hop, birinchi o'rinda centrovka qilib olamiz. Z o'qini o'chirib, mana center. Mana buni centerga olib kelib oldik. Endi mana bu tepasiga mana bu yerga yopishtirib olishimiz kerak. Yana shuni belgilaymiz. Buni belgilab, mana bunga yana bosamiz. Endi mana bu o'qlarni x, y hammasini o'chirib, biz faqat z o'qiga bosib, maksimum yoki mana minimum, demak maksimumni yoqamiz. Minimum, maksimum. Shunda mana bu tepasiga mana avtomatik o'rnaydi. Endi yana shuni bosamiz. Bunga belgilab turib, endi z o'qini o'chirib, mana bu x o'qi bo'yicha x. Hop, minimum qilamiz. Mana demak, o'zi avtomatik mana burchagiga keldi. Endi bundan bitta kopiya olamiz. Ctrl V. Mana pastda ham chiqib turadi. Demak, bu instance bo'lish shart emas, copy. Endi buni ham mana buni belgilab bunga bosamiz. X o'qida turibdi. Buni maksimum qilib qo'ysak, demak, mana bu yerda bitta kopiyamiz, bu yerda ikkita edi. Bu yoqqa o'tdi bittasi. Endi pastki profilini yasashimiz kerak. Uning uchun demak, topga o'tib olamiz. Topga o'tib, hop. Box olsak ham bo'laveradi, bo'lmasa plane olsak ham bo'laveradi. Chizamiz. Mana shunday. Endi bunga hop, modify ga o'tib razmer beramiz. Demak, bu yog'i aniq 30. Endi bu yog'i o'zi 110 edi. 30 dan bu yoqdan chiqib ketgan bo'lsa, ya'ni 1100 edi. 30 bu yoqdan, 30 bu yoqdan chiqib ketgan bo'lsa, demak bizda 1060 qoladi. Demak, bu yog'ini 1060 yozsak, yo'q, 1040. 60 ketadi, chunki 1040. Mana 60 ketsa, shunda 1040 qoladi. Mana bo'ldi. Mana ko'rsak, mana bizda tekislik paydo bo'ldi. Endi bunga ham modify listdan shell beramiz. Shell ham 30. Endi mana buni ushlab yoki mana buni o'zini ushlab, mana bunga shuni belgilaymiz. X, Y o'qi bo'yicha mana center qilamiz. Mana avtomatik o'zi mana bu centerga tushadi. Endi mana buni ham ushlaymiz. Hop. Mana bunga belgilab, demak, Z o'qi bo'yicha minimum, maksimum yoki minimum bo'lar ekan mana. Okay. Mana bizda deyarli profillari paydo bo'ldi. Endi mana bu ustki yuzasini tayyorlashimiz kerak. Uning uchun mana buni o'zidan kopiya olamiz. Ctrl V va mana bu yerdan edit polyni o'zini o'chirib yuborsak ham bo'laveradi mana. Belgilab, mana shellni o'zi qolaveradi. Chunki biz yana bunga qalinlik berishimiz kerak. Endi Z o'qi bo'yicha demak 20 tepaga ko'tarib qo'ysak, 20 emas 30 edi. Yana 10 yozamiz mana. Demak, mana bu narsamiz paydo bo'ldi.
Stolimiz hozircha chiqdi. Endi stolimizni yasashimiz kerak. Demak, zapis ketyapti. Stolni yasash uchun bizda o'zi tayyor bor. Demak, mana bundan bitta kopiya olamiz. Copy. Bu yoqqa surib olamiz. Endi buni aylantirib olamiz. Rotate ga o'tib olamiz. Eni bossak ham o'tadi. Hop, Y o'qi bo'yicha mana 180 yozamiz. Mana ayland. Endi bo'yini bunga bitta modify listdan edit poly beramiz yana. Bo'yini yozamiz. Demak, bo'yi bo'lishi kerak. Bu demak 1.10 bo'lgandan keyin bu hech bo'lmasa bu yerda 40 qochish kerak pastga oyoq bemalol tushishi uchun. Demak, 1.10 dan 1100 dan 400 dan ayirsak, bizda qoladi 700. Hop, demak pastga 400 tushiramiz ekan buni. Set o'qi bo'yicha mana 400 mana yozdik. Endi o'tib olamiz. Bundan olamiz bitta kopiya, Ctrl V, copy. Endi X o'qi bo'yicha demak suramiz. Hop, 400 bo'lishi kerak. Bu 400 bo'lgandan keyin mana bunda o'zi 30 qalinlik bor. Qalinlik bo'lgandan keyin demak bu yerga yozamiz. X o'qiga 3000 yo'g'i 370. 370 yozsak, demak 400 ga to'g'ri keladi. Endi hop, yana bitta plane olamiz. Plane olib turib, demak mana buni oldindan yoqib qo'yganmiz. Buni magnitga yoqib olamiz. Mana buni yoqib olamiz. Mana o'zi avtomatik ushlaydi. Shunday, mana shunday qilib olamiz. Demak ushadi. Endi bunga modify listdan shell beramiz. Shell. O'zi avtomatik berildi. Endi mana buni ushlab, o'zi ushalgan. Bunga demak to'g'rilab olamiz. Set o'qi bo'yicha maksimum beramiz aka mana. Endi bundan kopiya olamiz. Ctrl V. Y o'qi bo'yicha orqaga demak -400. 30 orqaga qaytaramiz. 30 mana. Demak mana tushdi. Endi mana buni ushlab bunga edit poly beramiz. Edit poly ishkana o'ngini bosib, mana bu bilan qo'shib olamiz. Mana. Bo'ldi. Endi bundan yana bitta kopiya olamiz va pastga mana bu oyoq qo'yadigan joyi turishi kerak. Shuni pastga tushiramiz. Demak, bu ham taxminan -400 pastga tushgan. Mana. Endi buni aylantirib bunaqasiga qo'yishimiz kerak. Uning uchun mana buni markazga olib kelishimiz kerak. O'qdi. Buning uchun mana bunga kiramiz. Uchinchisiga effect pivot only va center to object qo'yamiz. Va shu yerdan Eni ham bosib qo'yamiz. Mana bo'ldi. Endi bemalol create qilsak bo'ladi. Endi S ni bosib magnitni o'chirib turamiz. Mana bunda yonidan A ni bossak, mana bu yonadi. Endi shift ni bosgan holatda mana bunday yonga kopiya olamiz. O'zi 90 gradusda oldi. Kopiya. Mana bo'ldi. Endi tepasiga yog'ochini ishlashimiz kerak. Yog'ochini ishlash uchun biz yana plane ni olamiz. Endi magnitni yoqib turamiz. Mana bunday yonadi. 400 ga 400 mana chizildi. Endi bunga yana qalinlik beramiz. Modify ga o'tib, demak shell berildi. Endi buni belgilab, mana bunga belgilaymiz. O'zi turibdi mana maksimum, minimum, maksimum qilib qo'ysak, mana demak o'zi tepasiga o'tdi. Endi mana bularni chekkalarini ozgina yumshatishimiz kerak. Buning uchun mana buni belgilaymiz. O'zi edit poly bor. Hammasini qo'shib olishimiz kerak. Buni belgilaymiz. Bu va mana bu. Mana bitta bo'ldi. Endi mana buni belgilab bunga edit poly beramiz. Modify listdan edit poly. Ishkana o'ngini bosib attach. Hop, mana bu. Mana bu. Demak, mana bu oyog'i alohida bo'ldi. Profili. Endi bunga beramiz biz chamfer modify listdan
Demak, chamfer. Chamfer mana bunday ko'rimsiz holatga kelib ketsa, buni xavotirli yeri yo'q. Maytdan amount bo'limidan to'g'irlasak, bu joyiga keladi. Demak, bunga 2 yozamiz. 2 va mana buni shunchaki 0 qilib qo'yamiz. Mana bo'ldi. Demak, qirralari o'tkir emas, mana bunday yumshoq holatga keldi. Shundan mana chamferni kopiya olamiz. Copy. Mana bunga o'tib, bu yerga mana paste qilamiz. Demak, stolimiz mana qo'shilgan yerlari ham chiroyli mana bo'ldi. Ko'rsak, chunki hammasi bu alohida bo'ladi. Endi mana yog'ochga ham xuddi shunaqa qilishimiz kerak. Copy. Bunga paste qilamiz. Va mana bunga ham o'zi bor paste qilib qo'ysak, mana bo'ldi. Demak, mana shu holatda modelimiz yasaladi. Endi buni belgilab shuni kopiya olib qo'ysak, bundan shiftni bosib turibman. Copy qilsak, mana stolimiz tayyor. Mana shu holatda demak stolimizni mana modelini yasab oldik.